Assalomu alaykum hurmatli televideniyechilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musojon. Bugun 7-oyning 14-kuni chorshanba. Hammanglarga shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Vatan içi ve sırtidagi bütün Şarkı Türkistanlıqlarning xalqarodagi eng yuksak vakillik organi hisoblangan Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu yil 11-oyning 13-kunidan 14-kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkazish qaror qilingan 7-navbatlik qurultiy va umumiy saylamining tayyorlik xizmatlari jiddiy davom qilmoqda. 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyi tayyorlik komiteti tarafidan e'lon qilingan uqtirishda har qaysi allardagi Uyg'ur tashkilotlaridan 7-oyning 15-kunigacha o'zlari turishliq davlatlarda vakil saylash komitetlarini qurib chiqish talab qilingan edi. Hozirdan e'tiboran ba'zi davlatlarda vakil saylash komitetlari qurilishga boshlandi. 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyi tayyorlik komiteti vakillar komissiyonining mas'uli Turg'unjon Alovdin apandimning stansimizga bildirishicha, 7-navbatlik qurultayga vakil saylash xizmatlari 8-oyning oxiriga qadar butunlay tamomlanib bo'ladi va Uyg'urlar bir qadar ko'p o'ltiraqlashgan davlatlarda vakil saylamini o'xshash kunda o'tkazishga kafolatlik qilinadi. Qurultayga vakil bo'ladigan nomzodlarga qo'yiladigan shartlar haqida Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan bekitilgan prinsiplar va nomzodlik iltimosi jadvali oldimizdagi kunlarda tayyorlik komiteti tarafidan har qaysi allardagi tashkilotlarimizga yetkazib beriladi. Qurultayga vakil bo'lishni orzu qilgan qarindoshlarimiz o'zlari turishliq davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlarga bevosita murojaat qilsa bo'ladi. O'zini men Sharq Turkistonlik deb bilgan, Dunyo Uyg'ur qurultayini himoya qiladigan, qurultay vakilligiga nomzod bo'lg'uvchilarga qo'yiladigan shartlar haqida qurultay tarafidan tuzib chiqilgan moddalarga uyg'un kelgan 18 yoshdan yuqori har qanday bir kishi 7-navbatlik qurultayga vakil bo'lish salohiyatiga ega. Bu munosabat bilan bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandim oldimizda chaqiriladigan 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayining Xitoy hokimiyati Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini davom qildirayotgan, dunyodagi demokratik alla Xitoyning bu jinoyatini kuchlik ayblayotgan va so'roqqa tortayotgan. Shu jumladan dunyo davlatlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'ur masalasida Xitoyga qarshi turish yoki qo'llash bo'yicha ikki qutbga bo'lingan. Shundaqla dunyoning siyosiy vaziyatida zo'r burilish yuz berayotgan favqulodda bir paytga to'g'ri kelganligini. Bu nuqtadan aytganda bu qadimgi qurultayning favqulodda muhim, davri bo'lgich ahamiyatga ega bir qadimli qurultay bo'ladiganligini ta'kidlash bilan birga, har qaysi davlatlardagi tashkilotlar, vatanparvarlar, jumladan barcha qarindoshlarimizni bu yil noyabrda o'tkaziladigan 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayi uchun hozirdan boshlab jiddiy safarbarlikka kelishga. Buning uchun joylarda elib beriladigan qurultay vakillik saylamidan tortib, oxirgi qurultay rahbarlik saylamigacha, qurultaydagi erkin muzokaralardan tortib, strategiyalik qarorlarni olg'uchi bo'lgan butun jarayonlarga aktiv ovoz qo'shishga. Bu qurultayning xalqimizning navbatdagi haqiqiy orzu, istaklari va talablariga javob bera oladigan, xalqaro saviyadagi g'albilik bir qurultay bo'lib o'tishiga o'z hassalarini qo'shishga chaqirdi. Bu qadimgi qurultayning har qaysi davlatlardagi Sharq Turkistonliklarning demokratik usul bilan saylab chiqqan qurultay vakillari, kuzatuvchilar va taklif qilingan alohida mehmonlarning ishtirok qilishi bilan o'tkaziladiganligini xotirlatib o'tgan Dolqun Aysa apandim oxirida mundaq deb ko'rsatdi. Bu qitim o'tkazilmoqchi bo'lgan qurultay xalqimizning milliy mustaqillik orzusi va siyosiy g'oyasini ishga oshirish uchun texmi o'nimlik bo'lgan tadbirlarni izlaydigan, millatimizning kelgusiga bo'lgan umidi va kurash irodasini kuchaytiradigan qurultay bo'ladi. 7-qurultay yana dunyodagi bizni qo'llayotgan har qaysi davlatlar, siyosiy partiyalar, xalqaro tashkilotlar va Sharq Turkiston do'stlariga o'zimizning kelgusida yetmoqchi bo'lgan buyuk nishonimiz haqida ma'lumot beradigan bir qurultaydir. Shu jumladan bu qitimqi qurultayda Sharq Turkiston xalqining milliy mustaqillikka erishishdan iborat odoqiy g'oyasi va siyosiy nishoni dunyoga yana bir qitim jakarlanadi. Bu qitimqi qurultay milliy da'vo ishlarimizga foydali bo'lgan har xil fikr iqimlari va ko'z qarashlarning erkin o'tirg'i qo'yilishi uchun kengri so'rin hozirlab beradi. Shuningdek, bugungacha har xil sabablar bilan milliy harakatimiz, jumladan Dunyo Uyg'ur qurultayining sirtida qolgan yosh, qobiliyatli ziyolilarimiz va faoliyatchilarimizga keng quchoq ochadi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 13-iyul kuni Amerikaning Moliya ministrligi, Savdo ministrligi, Amerika Davlat bexatarlik ministrligi, Amerika Emgak ministrligi va Amerika savdo vakillari ishxonasi qatorliq 5 hukumat apparati bilan birlikda Sharq Turkistondagi ta'minlash zanjirlariga munosabatli yangi savdo ko'rsatmasini e'lon qildi. Mazkur savdo ko'rsatmasi Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi elib berayotgan jinoiy qilmishlarga va uning rayonda majburiy emgakni kunsari kuchaytirayotganligi qarata e'lon qilingan bo'lib, Amerika Tashqi ishlar ministri bayonotchisi Ned Price bu vaqtdagi bayonotida mundaq degan: rayondagi muassasalarning Xinjiang va Xitoy tavasidagi majburiy emgak va kishilik huquq dafsandichiligiga chetishlik ekanligini nazarda tutganda, bu yangilangan ko'rsatma Xinjiangga chetishlik ta'minlash zanjirlari va mablag' munosabatlari bo'lgan o'rinlarni xavfning zo'rayotganligi haqida ogohlantiradi.
Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken shu kuni Twitterda mazkur ko'rsatma haqida to'xtalib bundoq degan. Bugun biz Xinjiang ta'minlash zanjiriga munosabatlik yangilangan savdo ko'rsatmasini e'lon qildik. Bu ko'rsatma Amerika korxonalarining o'z ta'minlash zanjirlarining majburiy emgak yoki boshqa kishilik huquq dafsandichiligi bilan bo'lganmagan bo'lishiga kapolatlik qilishiga yordam beradi. Bu vaqtda e'lon qilingan bayonotda ko'rsatilishicha yangilangan savdo ko'rsatmasida tuvandagi mazmunlar o'rin olgan. Ko'rsatmaga o'rtaq imzo qo'ygan Emgak ministrligi va Amerika savdo vakillari ishxonasi ta'minlagan uchurlarni, Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligi haqidagi uqtirishni, nazorat va majburiy emgakka chetishlik Xitoy shirkatlarga mablag' selishning xatarlari haqidagi konkret uchurlarni, rayondagi ta'minot zanjirlari va mablag' selish o'rinlari bilan ish qilishning xatar va yoshirin ta'sirlariga munosabatli kuchaytirilgan tavsiyalarni o'z ichiga oladi. Bu faqat nazorat qilish bilan cheklanmaydi. Amerika hukumatining Xinjiang va uningga munosabatli masalalardagi ijro qilish harakatlarining yangilangan tizimligi, yana Xinjiangga chetishlik ko'p qutbli ta'minlash zanjirlariga oid uchurlar va shundaqla boshqa davlatlarning bu vaqtga aloqador nazorat qilib boshqarish belgilamalari ham ta'minlash zanjiridagi majburiy emgakka oid uchurlar qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotida bu vaqtda ochiq qilib mundaq yozilgan. Xitoy hukumati Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni va boshqa joylarda dahshatli ziyonkashlikni davomlashtirib, Uyg'ur, Qozoq va Qirg'iz qatorliq boshqa oz sonliq millat a'zolarini ta'qibladi. Bu ziyonkashlik keng ko'lamlik bo'lib, u davlat qo'llashidagi majburiy emgak va nazorat qilish, nopusni majburiy kontrol qilish tadbirlarini va bolalarni oilalaridan ayirish, keng ko'lamlik tutish qatorliq irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni o'z ichiga oladi. Tashqi ishlar bayonotchisi Ned Price bayonotida mana bu ig'ir zo'ravonliklar sababidan kishilarning u yerda ish qilishining oqibatining ig'ir bo'ladiganligini eskartib mundaq dedi. Bu zo'ravonliklarning darajasi va doirasini ko'zda tutganda rayondagi ta'minlash zanjirlaridan, qurilish planlaridan va yoki mablag' planlaridan qo'l uzmayotgan korxona va shaxslar intayin yuqori ehtimolda Amerika qonunlariga xiloflik qilayotgan bo'lishi mumkin. Amerika Diniy erkinlik komitetining muavin raisi Nuri Turkel apandi Amerika hukumatining bu qarorini qarshi oldi. U bugun Twitter orqali e'lon qilgan bayonotida biz Amerika hukumatining Xinjiang ta'minlash zanjiri savdo ko'rsatmasini yangilab, Amerika shirkatlariga bu vaqtda texmi ochiq yo'l ko'rsatganligini qarshi olamiz. Bu komitetimiz uzundan buyon tashabbus qilib kelayotgan Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarning zamonaviy qulluqiga qarshi turish ko'rishidagi muhim qadamlarning biri bo'lib hisoblanadi dedi. Ma'lum bo'lishicha, yaqinda Angliyada chaqirilgan G7 davlat boshliqlari yig'inida xalqaro ta'minlash zanjirlarida Uyg'urlarning majburiy emgakka qatorliq har xil yo'sindagi majburiy emgaklarni yo'qotish to'g'risida fikr birligi hosil qilgan bo'lib, Amerika bu masalada yetakchi rol o'ynashni davomlashtiradi ekan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotida biz ittifoqdoshlarimiz va sheriklarimiz bilan qo'yiq moslashib, Xitoy hukumatining vahshiyliklari va boshqa ziyonkashliklari uchun javobgarlikka tortilishini davomli tashabbus qilamiz dedi. Dünya Uyghur Qurultayı Mərkəzi İşxanasının istansimizə bildirişçi Xalqaro Uyghur Sud Kollegiyasının bu yıl 9-cu ayının 10-cu günüdən 13-cü günügəcə Londonda ötküzülüdüğən 2-ci qitimliq sotunun bütün cəryanı yəni sizlər görüyotqan Qurultay tor televiziyası arqılıq naq meydandan tarqıtılıdı və sotda guvahlıq berdiğən chet elliklərinin sözləri bevasita halda Uyg'urchaga tərcümə qılınıdı. Dünya Uyghur Qurultayının təşəbbüsü və ərzi bilan ötən yılı qurulğan Xalqaro Uyghur Sud Kollegiyası özünün tuncu sotunu bu yıl 6-cı ayının 4-cü günüdən 7-ci günügəcə Londonda xalqaralıq qanuni tərtiblər boyunca 40 nəfərə yaxın Şərq Türkistanlıq və chet ellik guvohçının qatnışıda yuqori səviyyədə muvaffəqiyyətli ötküzgən idi. Növbətdə Londonda çağırıldığan 2-ci növbətlik sotqa yeni dəlil isbatlarını toplaş və yeni guvohçılarını qezib çıxış xizmətləri ciddi davam qılmaqda. Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan yaqinda e'lon qilgan safarbarlik nutqida chet ellarda yashayotgan butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni Londonda chaqiriladigan Xalqaro Uyg'ur Sud Kollegiyasining 2-ci qitimliq sotini mustabid Xitoy hokimiyatining xalqimizga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va boshqa jinoiy qilmishlari haqidagi dalil isbotlar bilan ta'minlashga va sotning muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun moddiy jihatdan yordam berishga chaqirgan edi. Har qaysi ellarda yashayotgan vatanparvar qarindoshlarimiz bu chaqiriqqa qizg'in ovoz qo'shib, Xalqaro Uyg'ur Sud Kollegiyasining 2-ci qitimliq sotini dalil isbotlar bilan ta'minlash va sotga iqtisodiy jihatdan yordam berish kompaniyasiga aktivlik bilan ishtirok qilib kelmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministrligi, Amerika Moliya ministrligi, Savdo ministrligi, Amerika Davlat bexatarlik ministrligi, Amerika Emgak ministrligi va Amerika savdo vakillari ishxonasi qatorliq 5 hukumat apparati bilan birlikda Sharq Turkistondagi ta'minlash zanjirlariga munosabatlik yangi savdo ko'rsatmasini e'lon qilgan dal 13-iyul kuni Yevropa ittifoqiga majburiy emgakdan xoli bo'lish haqida maxsus nizomnoma e'lon qilib, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning tashqi savdo ishlaridagi ta'minot zanjirining majburiy emgakka chetilmasligida bir muhim qadam oldi.
Yevropa İttifaqının tor betida e'lon qilingan mazkur nizomnomada ko'rsatilishicha, har qaysi davlatlar import ishlariga doir barliq ta'minot zanjirining xalqaro o'lchamlarga mos holda har qanday shakldagi majburiy emgakdan xoli bo'lishiga kepillik qilishi lozim ekan. Bu nizomnoma har qaysi shirkatlarni majburiy emgakka doir ta'minot zanjiridan saqlanishda unumli ko'rsatkich bilan ta'min etadi ekan. Yevropa İttifaqı Savdo komitetining raisi Valdis Dombrovskis bu vaqtda so'z qilib, dunyoda majburiy emgakka so'rin yo'q. Bu sohadagi haqlar dafsandichiligini eng tuvan chekka tushirish uchun mushu nizomnomani e'lon qildik degan. Garchi mazkur nizomnomada majburiy emgakning qayerda qo'llanayotganligi aytilmagan bo'lsa-mu, yaqinqi mezgillarda Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda zo'r ko'lamli majburiy emgak sistemasi barpo qilib chiqqanligi ma'lum bo'lgan edi. Shunga ba'zilar bu yangi nizomnomaning asosligi Xitoy hukumatiga qarata tatbiqlanganligini olg'a surmoqda ekan. Ma'lum bo'lganidek 5-iyul kuni Germaniya bosh ministri Merkel va Fransiya prezidenti Macron Xitoy raisi Xi Jinping bilan to'g'ri suhbat o'tkazganda Uyg'urlar va majburiy emgak masalasini tilga olgan edi. Bu Yevropadagi ikki cho'ng davlat rahbarlarining tunji qitim Uyg'urlar masalasini Xitoy raisi bilan bo'lgan suhbatda bevosita o'ttirg'a qo'yishi bo'lib hisoblanadi. Merkel bilan Macronning Uyg'urlar va majburiy emgak masalasini qaysi tariqada, qanchalik darajada o'ttirg'a qo'yganligi va Xitoy raisi Xi Jinpingning buningga nisbatan qanday javob berganligi hozirga qadar oshkora emas. 8-iyul Yevropa parlamenti ovoz berish orqali qaror ma'qullab, Beijing doiralarini eng qattiq pozitsiyada ayblashni hamda Xitoy navoda Hong Kong va Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyatini o'zgartmasa, Yevropa ittifoqi amaldorlarining 2022-yillik Beijing Olimpik musobaqasiga qatnashmasligini tashabbus qilgan edi. Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik tashqi dunyodagi har sohaning kuchli tanqidiga uchrayotganda, dunyo miqyosida millionlarcha mastonisi bo'lgan Amerika davlatlik basketbol birlashmasi NBAning sobiq to'pchilaridan Royce White Uyg'urlarga erkinlik shuarini oshkora ko'tarib chiqib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirish qilmishini aybladi. Kundalik Chaqirg'u gazetining 13-iyuldagi xabarda aytilishicha, Royce White 2 kun ilgari basketbol komandalari musobaqasining ichilish murosimiga qatnashganda, Amerika tomoshabinlariga tanishlik bo'lgan CBS kanali uni maxsus ziyorat qilgan. Ziyorat jarayonida u qo'lida Uyg'urlarga erkinlik degan inglizcha shuar besilgan mayka ko'targan holda muxbirlarning savoliga javob bergan. Buning bilan butkul suhbat jarayonida uning maykasidagi shuar tomoshabinlarga ko'rinib turgan. Shuning bilan birga suhbat jarayonida u hozir Sharq Turkistonda 2 million odam yig'ib olish lagerlariga qamilib bo'ldi. Uyg'urlarga erkinlik tilayman. Chunki u biz hozir tilga olmasak bo'lmaydigan masala bo'lib qelyapti degan. U keyin o'zining mushu harakat orqali texmi ko'p kishilarning diqqatini Uyg'urlar duch kelayotgan reallikka jalb qilmoqchi bo'lganligini aytgan. Royce White shu qitimliq ziyoratdan keyin o'zining Twitter betida uchur yo'llab, kishilar adolat va hurlik haqida so'z qilishni beab ko'rayotganda, biz buni tilga ilishga jur'at qilishimiz lozim. Uyg'urlarga erkinlik degan. Uning bu jasur harakati chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarni alayda suyundirdi. Ko'plagan qarindoshlarimiz ijtimoiy taratqularda maxsus uchur yo'llab, Royce White apandimga bo'lgan sevgisi va minnatdorligini ifoda qilishdi. What does it mean? Free the Uyghurs, 2 million ethnic minorities in East Turkestan, China, in concentration camps. Something we got to talk about. You know I'm always going to talk about the real things. Urumchi qirg'inchiligining 12-yilliqi munosabati bilan Kanada Sharq Turkiston birligi tarafidan 4-iyul yakshanba kuni Torontoda o'tkazilgan namoyishdan keyin Kanada Sharq Turkiston jamiyati idora hay'atining a'zosi Bilal Malik apandim Torontodan poytaxt Ottawaga qarab piyoda yurish boshlagan edi. Jasur va fidokor o'g'lonimiz Bilal Malik apandimning bu piyoda yurishi bugun 11-kuniga qadam qo'ydi. Bilal Malik apandi 450 kilometrlik bu musofani 7-oyning 19-kuni tamomlab, poytaxt Ottawa'dagi bosh ministerlik binosining oldiga yetib berishni planlamoqda. 11 kundan buyon Bilal Malik apandi safar jarayonida kezib o'tgan shahar, yeza va qishloqlarda Uyg'urlarni va mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini yerli xalqlarga anglitishni o'zining asosli vazifalarining biri qilib keldi. Bilal Malik apandi bu qitimqi piyoda yurish jarayonida yo'l bo'ylaridagi shahar va yezilarning hukumatlarini ziyorat qilib, ularga Uyg'urlar masalasini anglitishga tirishdi. Bu qitimqi yurishning asosli maqsadi Kanada hukumatidan Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qarata rahimsizlarcha elib berayotgan irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoyga qarata yanada unumli cheklash va jazo tadbirlarini yo'lga qo'yishini va 2022-yili Beijingda o'tkaziladigan irqiy qirg'inchilik olimpikini diplomatiya jihatdan boykot qilishni talab qilishdan iborat bo'lib, Bilal Malik apandi Ottawaga yetib boradigan 5-oyning 19-kuni Kanadada Sharq Turkiston birligining o'rinlashtirishi bilan Ottawa'dagi bosh ministerlik binosining oldida keng ko'lamli norozilik namoyishi o'tkazildi va yuqorqi talablar Kanada bosh ministri Justin Trudeau apandimga yetkazildi. Bilal Uyg'ur Malik degan nomda ichilgan Facebook sahifasini izlashni unutmang va jasur yigitimiz Bilal Malik apandimning bu vaqtda tartgan video filmlarini ham bahrlang va uningga madad bering. Bilal Malik apandi tunigun o'zining safariga hamroh bo'lgan ba'zi qarindoshlarimiz bilan birga yo'l bo'yiga dasturxon silib g'izolang'ach tuvandagilarni bayon qildi. Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimi?
Mana yana bir Uyg'ur dasturxoni hazır bo'lardi. Biz hozir bir demilish nuqtasida narilikimizni o'qimayman. Mishada demilib o'tadi. Montrealdan kelgan Baxtiyor akamiz tamoq ila bolalar bilan kelibdi mana. Yo'ldan bo'yg'ilam. Yo'ldan bir dasturxonni qurdik mana. Uyg'urcha dasturxonni. Barakimizdan Alloh razı olsun. Hürmetli televizor ko'ruvchilar. Yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qaytamliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.